Assalomu alaykum qadrdon Peshku tumani aholisi, Peshkuda bugun kanalining doimiy kuzatuvchilari. Bilasizlar, bizani Peshku Ehson degan bir saxovat loyihamiz bor. Mana shu loyihaga bir iltimos kelib tushgan. Mana shu opamizdan, ismimiz Barchinoy opamizdan Peshku tumani markazidagi mana Bobkin tomon ketish yo'lidagi 2 sotixlik kottejlarga hovlilar bor. Biz hozir mana shu hovliga opamiz tug'ma nogironlar, onalari bor, bitta qizchalari bor. Mana shu 2 sotixlik kottejga yashaydilar. Davlat tomonidan mana shu kottej bir kredit asosida berilgan. Shu paytgacha aytishlariga qaraganda bir homiylar tomonidan kredit to'lovlariga bir yordam qilingan. Hozirgi vaqtda shu kredit to'lovlarini to'lashga juda ham bir qiynalyapman deb aytibdilar opamiz. O'zlarini, keyin onalarini pensiya to'lovlari va shu yeb ichishga o'zlarini ehtiyojlari uchun yetib turibdi, lekin mana shu kredit, uyni krediti uchun bir 2 oydan buyon to'lovga qiynalayotgan ekanlar. Menga ko'pchilik telefon qiladiki, bir saxovatpesha odamlar ko'p Peshkuga. Kimga ehson qilsak bo'ladi, siz bilasizmi shunaqa odam deb telefon ko'p bo'ladi. Men aytaman qo'ldan kelgancha. Hozir kelib men sharoitlarni ham o'zi o'rgandim. Haqiqatdan ham yordam kerak. Agar shunaqa bir saxovatpesha odamlar bo'lsa, opamizning karta raqamlarini, o'zlarinikini hozir video tagiga yozib qoldiraman. Agar bir qanaqadir doimiyga bir homiylar bo'lsa ham xursand bo'laydik. Agar pastdagi raqamlarga o'zlaringizni bir qo'ldan kelgancha yordamlaringizni, ehsonlaringizni ayamasalaringiz, bir opamiz mana shunaqa bir sinovlik qiyin vaziyatdan chiqib olishlari uchun bir yaxshi narsa bo'laydi. Rahmat deymiz hammaga. Yordam qilolmaganlar hech bo'lmaganda mana shu videoni ko'proq odam ko'rishi uchun, bir yaxshi saxovatpesha odamlarga yetib borishi uchun shu videoni bir tarqatishda ham yordam bersalaringiz xursand bo'lamiz.